Har bir katta yutuq kichik orzulardan boshlanadi. Mening yo'lim esa 11 yoshimda boshlangan. U payt hatto stulga o'tirganda oyoqlarim yerga yetmasdi. Kichkina edim, lekin orzularim katta edi. Muvaffaqiyat yo'lida ko'p qiyinchiliklar bo'lishini ham bilardim. 17 yoshimda birinchi marta IELTS imtihonini topshirib 7 ballni qo'lga kiritdim va bu men uchun birinchi eng katta yutug'im edi. Undan keyin Westminster universitetiga o'qishga kirdim, lekin bilardimki, bilim faqat o'zim uchun emas, balki boshqalar bilan ham ulashish uchun. Shuning uchun 8 yil davomida ingliz tilidan dars berdim. Keyinchalik esa orzular yanada kattalashdi. 2023-yilga kelib o'z o'quv markazimga asos soldim va bugun kelib biz mingdan ortiq o'quvchilarga ingliz tili orqali o'z hayotlarini yaxshilashga yordam berdik. Maqsadimiz Orient Academy'ni O'zbekistondagi ta'lim sifati va o'quvchilarning natijasi yuqoriligi bilan birinchi raqamli bo'lgan o'quv markazi darajasiga olib chiqish. Lekin mening eng katta orzuyim hali ham oldinda edi. U ham bo'lsa IELTSdan 9 ball olish. Bu maqsad yo'lida ko'plab imtihonlar topshirdim va har safar yarim ball yetmasligi umidimni so'ndirayotgandi. Lekin men taslim bo'lmadim. Kutib oling, men Erkin Qosimov. IELTSdan uzoq kutilgan 9 natijasini qo'lga kiritdim. Orzular haqiqatga aylanish uchun faqat bir narsa kerak. Bu hech qachon to'xtamaslik. Bu yo'lda menga yordam bergan ustozlarim, oilam va do'stlarimga rahmat aytaman. Ingliz tilini o'rganib shuning uchun yetdimki, har bir soha uchun til muhim. Agar siz ham katta maqsadlaringizga erishmoqchi bo'lsangiz, ingliz tilini o'rganing.